Oxirgi puliga bozorga borib inab olasizlar. Olib kelsa, ota bola ekan. Yana keldi shular. Jonimga tegib ketdi. Dadasi! Ey dadasi! Dadasi dedim. Ha. Qarang. Ana, taka sulting jo'ralaringiz keldi yana. Jo'ralarimni yomonlama. Qurib ketsin shular. Ha, Chiqmaysanmi? Kechga qolyapmiz-ku. nima qilamiz? Baliq uyiga Ha, boramiz. cho'yxona? Cho'yxona. Bo'ldi, tezlar. Hech qayerga bormaysiz. Hech qayerga. Ha? Menga kim yordam beradi? Men bitta o'zim qilamanmi hamma ishni? O'tni kim o'radi? Molni tagini kim tozalaydi? Yerni kim og'daradi? Mollarni dalaga olib chiqib tashlagan bo'lsam, bitta ishni o'zing qilolmaysan. Yo'q, qila olmayman. 2 kundan beri ana o'lgir ishlamaydi. Men Parixona serialim ko'ra olmayapman. Nimani, antennanimi? Shuni to'g'rilab bersam ketamanmi? Ko'ramiz. Qilib bering birinchi. Hozir shuni to'g'rilab berganim bo'lsin. Qani Pardon, ko'raylik, bahona, chiqaraylik, antena. Farruh chiqyapti. Ketdik. Choyxonaga borib, baliq ovlaymiz. Serial. Ha. Bor, sen televizorga qarab tur. Hozir qarab turaman-da. Tez-tez, vaqtim yo'q, tez-tez. Narvonga tegma, xotin. Endi baloni tushasiz. Hali shunaqami? Ha, o'zi ko'rasan. Qanaqa edi? Ketaman dedim, ketaman. qayerga Ketaman ketasiz? dedim, ketaman. Men Parijga yetaman. Ha, tushundingmi? O'ynanib ketdik. Ey xotinjon deydi yoying jonimga tegdi. Gaplaring yigitlik sha'nimga tegdi. Xohlasam bittasin topib olaman. G'ing desang bir joylarga ketib qolaman. Uzun lozim kuylak kiymaydi ular. Uyda ul qolmadi demaydi ular. Uzun lozim kuylak kiymaydi ular. Uyda ul qolmadi demaydi ular. Muhimi deydi yo qilmaydi ular. G'ing desang bir joylarga ketib qolaman. Muhimi deydi yo qilmaydi ular. G'ing desang bir joylarga ketib qolaman. Ketaman, 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 ketib qolaman. G'ing desang bir joylarga ketib qolaman. Ketaman, 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 ketib qolaman. G'ing desang bir joylarga ketib qolaman. Ey xotinjon judayam boshqacha ular. Tandir yo'q, o'tin chop demaydi ular. Ishonasanmi xotinjon boshqacha ular. Futbol payti serial ko'rmaydi ular. Muhimi telefon tutmaydi ular. Qachon kelasiz deb yemaydi ular. G'ing desang bir joylarga ketib qolaman. Ro'zg'orda har kuni janjal boshlanar. Onam ham sen tomon menga tashlanar. Ro'zg'orda har kuni urush boshlanar. Onang ham sen tomon menga tashlanar. Axir kecholmayman, ko'pdir oshnalar. Axir kecholmayman, ko'pdir jo'ralar. G'ing desang bir joylarga ketib qolaman. Ketaman, 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 ketib qolaman. G'ing desang bir joylarga ketib qolaman. Ketaman, 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 ketib qolaman. G'ing desang bir joylarga ketib qolaman. Ey xotinjon deydi yoying jonimga tegdi. Choyxonaga boraman, yorizlagan
Ha? Qayerga ketyapsiz? Endi jo'ralarim kutib turibdi. Choyxonaga bormasam bo'lmaydi, lekin boray. Mayli, menga qarang. Bugun borsangiz borasiz. Lekin ertaga hamma ishlarimni qilsangiz borasiz. Bo'lmasam yo'q. Bo'ldi, ertaga hamma aytganini qilaman. Xotin. Qarang-da. Ketaveraymi? Ha, mayli. To'xtang dadasi. Ha. Kecha Ha. telefoningizni kavlovdim. Atchatkasini qanday ochding telefonimni? Topdim-da. Bilaman-ku. Hamma san'atkor qizlarga podpiska tashlabsiz? Qizlarga? Yo'q, nima yo'qadi. San'atini kuzataman, ijodini kuzataman. Ha. Mayli. Kuzating san'at yoqsa. To'g'risini ayting. Agar men bo'lmasam qaysi birini tanlagan bo'lardingiz shularni? Faqat to'g'risini ayting. Masalan, Munisa Nizomiddinovanni tanlagan bo'laydim. O'ldirmoqchiman sizni. To'g'ri. Munisa Nizomiddinova deydimi? Yaxshi aytadi-ku, lekin Luiza Farmonova zo'r aytadi lekin. Serialim ko'ray.